Shoshiming assalomu alaykum hammaga. Bugun mana 13-mart, 13-mart Milxom. Xo'sh, haftani muborak payshanba kuniga o'tiribmiz. Xudo xolasa mana Kamoji ukamizni yangi uchastkalarga ish boshladik. Ana betonlarni quyib bo'ldik. Ana betonlarni quyib bo'ldik. Xudo xohlasa endi bloklarni terishni boshlaymiz. Nasib bo'lsa, ana bloklarni boshlaymiz. Ana bera mana yonkisga suv. Ana xudoga shukr, sharoit bor, yonkis bor, suv bor. Xo'sh, chag'ilrik. Mana bittasi aytadi, men cho'chib kuyganim yo'q deydi, bittasi aytadi, makanim yo'q deydi. Ilhom aka, siz to'g'ri aytasiz aka, men sizga gap tasham, nimani videoni ishda videoni tashlayman sizga Ilhom aka, xudo xolasa. Mana Abdumalik akamni so'rab o'tiruvdiz. Mana bu kishi Abdumalik akam bo'lalar, dehqonib. Mana Choy, O'zbekiston choyi. Ha, o'sha Ilhom aka mana. Ilhom tez kelasam jiyanim. Xo'p. Mayli, men qo'sh mana temir desangiz qancha temir ham bor. Xo'p. Xudoga shukr. Bu nima temirmi bu? Unikimi? Ha, bu azik temirlari. Ana shuna nasib bo'lsa ishimiz bugun 13-mart 2025-yil. Xo'sh. Muborak haftani payshanba kuni Ro'za Ramazon oyining 13-sanasida o'tiribmiz. Hammaga Alloh taoloning xo'sh rahmatlari bo'lsin. Xo'p. Ro'za tutayotgan barcha bandalardan o'zi rozi bo'lsin. Alloh yaxshi niyatlar yetkazsin. Shu ro'zadorlar ham Xudoyim xazonai g'aybdan amasa kuch-quvvat, tani sog'lik bersin. Ko'ngliga tutgan barchalarning ezgu niyatlari yetkazsin, undan ham a'losiga yetkazsin. Xo'p. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yanagi yillargacha, yanagi dasturlargacha yana nima deydi-ku? Olib tashlayveramiz reportajgacha. Salomat bo'linglar. Abdumalik aka, buni menga tashlash sizdan chiqmasin. Uyga bir Wi-Fi